Orqaga donozga o'ynash uchun joy deb yozib qo'ydim va birinchi bo'lib donozga o'ynab yutgan odamga qo'limdagi sovg'ani shundoq berib yuboraman. Qari bo'lmasam ketdim. O'qib ketishyapti, lekin sabr chiqmayapti bu yerdan beri. O'qishyapti, o'ynashdimi? Davay. O'yin boshi qizib ketyapti. Shu joyga ham hozir like bosib qo'ymasalar bo'lmaydi o'rtoqlar. Chunki keyingi ishtirokchi sizlar bo'lishingiz mumkin. O'qishyapti. Davay. Eng qiziq savolni beraman, kim yutdi? Ha, конечно. 3-0. 3-0 yutdingiz. Gaping sovg'a sizniki? Qatdan bildingiz biz sovg'a berayotganimizni? Bu просто o'ynab ko'rdik, keyin qattandir paydo bo'lib qoldi. Sizda nima bor deb o'ylaysiz? Qulochingga o'xshadi. Agar rangini ham topsangiz gap yo'q. Yana bitta qo'shib beraman. Rangi oq. Sizga qanaqa? Rozoviy. Oy! Ana ochib ko'rishingiz mumkin bemalol. To'xtang. Shunday bitta gap aytdi. Doston esda. Buniki esdan chiqazi. Sizga sog' bo'ling.